Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamiz Hightech Energy vakili fason. Bu adresi bilan old-orqa bir xilligi bilan ajraladi. Birinchisi adresi Turkmanistonga ustanobga bo'ladi. Ikkinchisi oldi qanday bo'lsa, orqa tomoni ham shunaqa holatda bo'ladi. Bu darvozamizni o'z sizlarga yaqindan ko'rsataman. Undan oldin materiallarni tushuntirib qo'ysam. Ikkita yoni tagi 12 li shveller, ramkalar 8 ga 4, 2 lilikdan 2 qavatli bo'lgan Energy vakilini originaldan foydalanganmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab videolarimizga likelar bosib turinglar. Darvoza qiziq bo'lsa, telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, bu darvozamizni videolarni uzmasdan orqa tomonini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bu ko'cha tomonga ochiladigan, shuning uchun oshxona mashqlari tashqarida bo'ladi. Sizlarga o'zi orqa tomonni ham ko'rsatamiz. Oltin darvozada shunaqa cho'tki darvozalar bo'ladi. Qo'llab-quvvatlab videolarimizni yaxshi darvoza oladigan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Bu kardonlarni qo'yganimiz sababi nerjivekani yopishtirilgan holatda orasiga qistarib qo'yilgan, yaxshi qurish uchun. Bizni qo'llab-quvvatlab videolarimizga likelar bosib turinglar. Mashalloh, darvozani qarang, darvozani.